Bu yil 5-sinfsizlar. Bu yil boshqacha bo'ladi. Bu yil har yilgidek bo'lmaydi. Bu oldingidek hi ha ha emas. Bu yil nazorat juda kuchli deb har yili aytishardi. Gap o'zgarmaydi, sinf o'zgarib qoladi. Har yili ashi gap. Bu men aytardimi? Agar hozirdan o'qishni plan qilmayotgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Hozirda o'zida chiqib ketaveringlar. Biz fizikada oz qolgan hammamiz chiqib ketib qolishimizga biz yoshlarga berilgan imkoniyat deb o'ylaganmiz-da, uni tushunyapsizlarmi? Chunki chiqib ketish qiyin edi ba'zida. Masalan, hojatga so'rasangiz ham qiyin. Eng yomoni haligi palonchi kelsa chiqasan deydi-yu, palonchi kelsa bu. U palonchi kelmaydigan bo'ladi, tushunyapsizlarmi? U palonchi menga aytib ketgan, shkafga so'mkan bekitib ket, ertaga kelaman deb, tushunyapsizlarmi? Men nima chugib olaman, baklashga ham yo'ldim. Palonchiga nima aloqasi bor meni ichimdagi anaqa his-tuyg'ularim? O'zimni qana aldab turaman u kelguncha. Bitta yo'lim qolardi, ishlanib turish, qaysidir ustoz kirib, parta ko'tartirgani yo gul ko'tartirgani olib chiqib ketishiga. Eng ikkichilar tanlab olib chiqib ketardi, ko'nirdi, urganda chiqib ketardi. Nima, yurt faxridek